bo'lsa sizlarga bu video manfaatli bo'ladi. Bahor keldi, kimdan kim shunaqangi yovvoyi gilos bo'ladi, shaftolimi, qanaqa ko'chati bo'lsa ham, yovvoyi bo'lsa ham bahorda eng birinchi qilinadigan iskana payvandni sizlarga ko'rsatib o'taman. Bismillahirrohmanirrohim. Aytishlaring bo'lsa, shu holatda kesib olasizlar. Yaqinroqdan olib keling-da. Kesib olib, xudo xolasa mana shu holatda yorib holatda kesib, iskanani ota bobomizdan qolgan eski uslub. Bu tarafini kuchliroq qilib yo'nasizlar. Bu tarafini terisini qoldirib yonaverasizlar. Kelaman. Bu tarafdan olib keling-da kamerachi. Aka shu holatda yorib turib, tiqib postiga to'g'ri kelish kerak. Bunda xudo xolasa 100% shu shuni endi to'g'rab chiqamiz. Loy surtsalaring yana ham yaxshi bo'ladi. Bizga loy shart emas. Loris qantaylarni o'zimiz olib kelib, holatda iskana solib beryapmiz akamizga. Videoni kuzatib borasizlar, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Bundan